Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, sog' salomatmisizlar? Hammalaringiz tinchmi? Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? O'zbekistonda уже boshlandi. Bizda hali 7-mart, lekin O'zbekistonda allaqachon 8-mart kirib keldi. Shu munosabat bilan O'zbekistondagi barcha opa-singillarimizni, ayollarimizni, hammalarini, avvalambor onamni, xo'janimni onasi onamni, singlimni, qaynisinglimni, keyin ketadi xolalar, ammalar, yangalar, ovsinlar, deydi-ku, qaynsingillar, qaynopalar, hammasini, hammalaringizni, dugonalarim, opalarim, singillarim, hammalaringizni 8-mart go'zallik ayollar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim har doim bahorday ochilib, sochilib, doim kulib yuringizlar. Bu gapni avvallari eshitardim, keyin ha shunchaki aytiladigan gap deb o'ylardim. Lekin haqiqatdan ham ayol kishi har doim kulib yursa, u kishi ayol kishiga kulib yurish yarashadi. Kulib yurish kerak, kulib yengish kerak. Hayotda kulib qancha tabassum qilsak, shuncha o'zimizda yengillik topamiz. Hamma narsaga kulib qo'yamiz, deydi-ku. Shundan doim yuzlaringizdan kulgu tabassum arimasin. Doim yuzlaringiz bahor bo'lib yursin. Hech qachon g'am, anduh ko'rmangizlar. Eng yomon kunlaringiz ham nima deydi? Yangi yil bayramiday bo'lsin-da. Chiroyli, yaxshi kayfiyatli kun bo'lsin, eng yomon kunlaringiz. Yomon kun bo'lmasin hayotlaringizda. Ko'zlaringiz faqat quvonch bilan namlansin, sevinch bilan namlansin. Boshqa sabablar bilan namlanmasin. Ilohim nimaiki xolis niyatlar qilgan bo'lsalaringiz, niyatlaringizga yetingizlar. Allohim har doim hayotlaringizni go'zallik bilan to'ldirsin. Barchangizga 8-mart yana bir bor muborak bo'lsin. Tabriklayman. Chin ko'nglimdan hammalaringizni tabriklayman.